Leonardo DiCaprio kinoni haqiqiy mazasini tushunadigan insonlardan sevimli aktyori. Hozir esa DiCaprio o'ynagan kinolarni 10 tali shkalada baholab chiqamiz. Qani ketdik. Siz ham o'zingiz fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Birinchisini Titanicdan boshlamasak bo'lmaydi. O'sha legendarniy Titanic. 10 dan 10. Ikkinchisi Wall Street borsi. Bu kinoga shunchaki gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy maza qilib ko'riladigan kino. 10 dan 20 beramiz unga. Endi sekin kinomanlarga yoqadigan kinolarga o'tamiz. Inception, ya'ni muqaddima. Boom, miyani portlatib yuboradi. Rosti 10 dan 100 bersa ham arziydi. Sizlar oxirida nima deb tushungansizlar shunda? Yana bitta legendarniysi, La'natlangan orol. Men sevimli kinoyim. 10 dan 1000 beraman bunga. Cheksiz daji. Buni shunchaki ko'rishinglar kerak, qayta 2-3 martalab ko'ringlar. Endi esa birdaniga ikkita kino aytaman. Buni to'g'risi kinoni tushunadigan insonlar yoki mana shu hodisani tushungan inson ko'rsagina tushunadi. Tushunib tushunmaganingizdan xullas bir paytlar Gollivudda hamda Buyuk Getsbi shunchaki maza qilib dam olib ko'raman deb bu kinoni ko'rsanglar, vaqtida prosta bekorga o'tib ketadi. Bu kinoni nima sababdan olinganligini bilib, keyin ko'rish kerak. Bo'lmasa baloni ham tushunmaysizlar. Va oxirida yana ikkita kino aytaman. Buni maza qilib ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu kinolarni ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun dam olish kunlar bo'ladi-ku. Birinchisi Ozod jangi, ikkinchisi Ustasi Farang. Ha, bular shunchaki maza qilib ko'riladigan kinolar. Bir ortiqcha bir nimalarni o'ylash ham shart emas. Prosta ko'rasizlar, maza qilasizlar shular ko'rsanglar. Bum. Bularga 10 dan 10, 100 tali arziydi. Aytgancha yana bitta zo'r kino bor, haqiqiy bratlarning kinosi. Derski mujikcha kino. Omon qolgan 2016-yilda chiqqan, уже 10 yil bo'lyapti. Mana shu roli uchun Oskar olgan. 10 dan 10 million. Cheksiz. Va yana yaqinda yangi kinoda o'ynadi. Jangdan janggachami, shunaqa edi nomi. Buni to'g'risi ko'rmadim. Sizlar ko'rdinglarmi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Qanaqa ekan? Necha qo'yasizlar sizlar? Va keyingi safar qaysi aktyor haqida shunaqa video qilaylik. Izohlarda kutib qolaman. Aytgancha obuna bo'lishni esdan chiqmasin.